Xo'p, rahmat. Hoji aka salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Musa aka, duo berasiz. Bizi O'sh oblastidagi do'stimiz, qadrdonimiz mana shu yigit. Bu yigitni orqali juda ko'p do'stlar topdik. Aka-ukalar topdik. Biz baxtimizga do'stlaringiz bilan sog' bo'ling. Ayniqsa akangiz baxtiga. Rahmat aka. Nima deymiz Halim aka? Bu 2 yosh baxtli bo'lsin aka. Mana uzoqdan sizlarni qutlug' qadaminglar ranjida qilgan yer albatta Xudo xolasa baxtli oilalar bo'ladi. Mana bu yigitlar ham ulg'ayib o'zlarini bir voyaga yetib aka o'zini yo'lini topib oldi. Xudo xolasa kelajak zo'r bo'lardi. Bugun shu Asakadan bu yerga kelgan, tashrif buyurib kelgan bu juda ancha yo'lda aka bu shunchalik kelib o'zganda o'zini xonadonidek his qilib bu yerga fayz kirgizib turish o'zi katta gap. Sizni bu yerga kelishingiz o'zi aka bu oilani kelham. Mana yosh yigitlar aka bu yigitlar mana Xudo xolasa buni to'yda siz yaxshi tilaylar qilib ketgansiz. O'sha tilaylar hammasi ijobat bo'lgandek Xudo xolasa. Mana ukasini uylayapti shu yigit o'zi mana, o'zi boshqash bo'lib. Bu hammani mehmonlarda xush kelibsizlar deyman. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Kiyobalar turibdi mana eshityapsiz. Ko'rmayapti. Halim aka, bu sizlarda oilalar shunaqa bir 1000 yillik tarixga ega oila. Jo'rayevlar oilasi men ishonaman 1000 yildan keyin ham yangraydi. Shu oilani farzandlari shu xonadon ham. Buni ko'pchilik biladi o'zi hammasi. Bu el yurt biladi. Senga baxt tilayman ukam. Doim sog' bo'lgin. Ota-onaning xizmatida yur, duosini ol doim. Shunday Xudo bergan tog'alaring bor. Sen faxrlanib umuman o'zing erisholmagan bo'lsang ham shunaqangi buyuk oilaning farzandligingni unutmagin sen. O'zingda kamchilik bo'lgan bilan seni boyliging Jo'rayevlarning oilasidansan sen ham. Senga baxt tilaymiz, sog' bo'lgin, Ilhom sen ham charchamagin. Hali ish ko'p oldida. Halim aka, sizni endi maqtaganim bilan aka quruq. Aka sog' bo'ling. Siz-chi shunaqa oliyjanob yigitsiz-da aka. Sizni biz havas qilamiz aka. Sizni boringizga shukr. Meni ham shu meni Sherali Jo'rayev bilan shu aka-uka qilgan odamni birinchi sabab shu 93-yilda boshlangan Sheragani shu farzandlarimni sunnat to'yiga Halimaga shu narsa bo'larmikin men ishonmayapman desam, men turibman-ku degan odam mana shu odam bo'ladi. Mana Xudo xolasa shunda men o'zim niyat qilganman. O'sha endi bu Jo'rayevlarning etagidan yo'qotib qo'ymagin degan. Allohga ming adablar shukr bo'lsinki, mana bugungacha Xudo xolasa men bu oila bilan judayam men o'zimni shu bir tug'ishgandek hisob qilaman. Nafaqat kattalari bilan, hammasi bilan. Rahmat. Biz 1000 yillik aka-ukamiz endi, ha? Qarindosh urug'larim, ha? Kim boshlaydi? O boshlaydi. Andijon tomonlar. Kattasi bo'laversa. So'g'at.
Sarılar tekniz Çiroğlu geriz hamsın azdı Yahıl hogiz hamadı Yılırım aldı kamadı Riyekiz asfalt şovot Şovot Güller bağda süfat taşıydı Şirin sözler gülemene çürküsü Yoşligim için sen boy köktekim yelkeme Yüzlü osmanın san toydaş yavrum Toydaş yavrum, toydaş yavrum Toydaş yavrum, toydaş yavrum Mana shu o'zi onamiz o'rnidagi yodgorimiz mana shu. Musaka. Men hozir qaytaraman. Endi hali enangdan duolarning endi odamdan olasan. Ilohim hamisha hammalaring sog' bo'llaring, hamisha topganlaring to'ylarga buyursin. Safarlaring bexatar bo'lsin. Oy borib omon, sog' borib salomat yuringlar. Yo'llarda, so'llarda Alloh. Alloh ikkalasi. 2 yoshga baxt tilaymiz. Amin. Ilohi amin. O'sha qarisin, bolalik, chaqalik, nevaralik, evaralik bo'lsin. Allohu akbar. Uzun amcalar kimsen minik gülüm siz bana siz gidersiz kimlerden kademingizge gül açayım Özüm amcamdan gönlüm sar Adra acaba ya Uzun amcamdan gülüm sen Kadrem